Distributsiyadagi eng katta xato bu qarzga ishlash. Chunki qarzga ishlagandan keyin u yerda 1000% pulga uxlash bo'ladi. Ming qonuniy, dokumentalniy shartnomalar tuzib ishlangan taqdirda ham pulga uxlash bo'ladi, обязательно bo'ladi. Undan keyin u yerda yana bitta eng katta masala shundan iboratki, o'sha qarzga mahsulot tarqatilgandan keyin uni o'sha pullarini yig'ishtirib olish kerak masalan. Yoki o'sha shartnomalar berib, borib, shartnoma bo'yicha tushiring, boshqa qiling deb tepasida turib, xullas yurish kerak o'sha do'konlarga, qarzdor do'konlarga. Endi o'shanga ketadigan resurslar bor, vaqt resursi boshqa, u insonlar ishlaydi, savdo vakillari, ularga естественно oylik to'lanadi. Ya'ni bu amaliyot uchun yaxshigina resurslar sarflanadi. Ana endi o'sha resurslar agar o'sha tarqatilgan moldan qoladigan sof foydadan resurslarga ketayotgan xarajat oshib ketib qolsa, ana bunda уже biznes, kompaniya minusga kiradi. Endi minusga kirayotganini sekin-sekin o'sha оборотdagi pulni yemirib borayotganini ko'pchilik o'sha distributor korxonalari bilishmaydi, chunki nima deydi, aynan mana shu qaysi bir xarajatlar aynan nima uchun ishlatayotganini ko'pincha tahlil qilishmaydi. Shuning uchun ham minusga kirayotganini ham ko'pincha bilishmaydi. Ko'chada pulimiz bor, u uyda, bu uyda qilib finansiy analitika deymiz, finansiy o'sha moliyaviy tahlil qilishmagandan keyin o'sha sekin-sekin, asta-sekinlar bilan minusga kirib borayotganini ham sezishmaydi. Lekin bir kun kelib shunda g'alvara suvdan ko'targanda yaxshigina minusga kirganini tushunib yetishadi. Distributorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan korxona o'sha yaxshigina minusga kirganini tushunib yetgandan keyin yoki o'sha оборотdagi asosiy mablag'ini ancha-munchasini yeb qo'ygandan keyin har xil muammolar boshlanadi. Bu o'sha oylik to'lash, xarajatlar, boshqa, xullas bitta so'z bilan sodda qilib aytganda inqirozga yuz tutadi. Shu bilan o'sha nima deydi, chiroyli ertak tugaydi. Mana shunaqa juda ham katta o'sha biznesni inqirozga yuz tutib, biznesni yopilishi, tugashiga olib boradigan oddiy bitta narsa qarzga ishlash bo'lib chiqadi.